Tayyorman desangiz boshlaymiz. Boshladik. Boshladik. Omad. İlk savolga javob qiymati 300 ming so'm. Va savol quyidagicha. Terisiga somon tiqdi iborasi qanday ma'noda ishlatiladi? A. Maqtash, maqtadi. B. Aldadi. C. Kuldirdi. D. Jazoladi. Oson emas-ku bu. Terisiga somon tiqaman deydi-ku. Hali kelsa terisiga Endi nima deydi? Maqtaydimi? Yo'q, jazolash. Ha, bir kelsa terisiga somon tiqaman. Yo'q, jazolash menimcha. O'sha bola terisiga somon tiqaman deyishadi. Demak, D javob. Jazoladi. Qabul qilaymi? Charchib ketmaymanmi? Yo'q, chunki siz qabul qiling desangiz qabul qilinadi. Yo'q, jazolash menimcha. Jazolash. Qabul qiling. Qabul qildik D variantni. Demak, terisiga somon tiqadi iborasi albatta jazolash ma'nosiga keladi. To'g'ri. Ikkinchi savol va to'g'ri javobga biz 500 ming beramiz va savol quyidagicha. Zo'r TVdagi informatsion dastur nomi nima? A. Bir kun. B. Bu kun. C. Bugun. D. 5 kun. Kun adashtiryapti, lekin kuni bor edi-da. O'sha qaysi kuni bor edi. Bugun edi, kecha o'sha bir kun emas edi. Bir kun emas. Bu kun edi menimcha. Demak, bu kun informatsion dasturi Zo'r TVda bor demoqchisiz. Demak, qabul qildik B variantni. Va siz javobingiz bir kun emas, bu kun to'g'ri. B javob. Xo'sh, siz 3-pog'onaga yetib keldingiz va to'g'ri javobga 750 ming beramiz. Savol quyidagicha. Britaniyalik qo'shiqchi Victoria Adamsning turmush o'rtog'i qaysi futbolchi? Victoria Adams. A. Lionel Messi. B. David Beckham. C. Cristiano Ronaldo. D. Zlatan Ibrahimovic. Muzika rostdan hayajonlantirar ekan, ayman. Televizorda ko'rardim. Oson savol derdim-da. Xo'sh, Victoria xonni turmush o'rtoqlari kim? Endi britaniyalik qo'shiqchi Victoria Adams deyapti. Britaniyalik bo'ladigan bo'lsa, David Beckham shu britaniyalik. Demak, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo xotinini taniyman. Ya'ni hamma taniydi-ku ularni. Zlatan Ibrahimovic Qanchalik mashhur emas-da? David Beckham. Xo'sh, David Beckham. Va javobni qabul qilaymi? Qabul qildik. Demak, Victoria Adamsning turmush o'rtog'i B javob. David Beckham to'g'ri. To'rtinchi pog'ona va to'g'ri javobga 1 million beramiz va savol quyidagicha. Eslatib o'taman, siz hali ham oson savollar turkumidasiz. Yonib ketgach, o'z kulidan qayta tiklanadigan afsonaviy qush nima deb ataladi? A. Chittak. B. Kakku. C. Qatnus. D. Bulbul. To'g'risi aytsam, Boburni bunday jiddiy holatda hozir muhit olib kirib qo'yar ekan. Keyin menimcha Qaqnus o'sha kinosini ham ko'rganman. Koreyskiy kinosi bordi, o'sha qushni ramzi tushirilgan. Menimcha mana shu Qaqnus bo'lsa kerak. Demak, savol sizga tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Yonib ketgach, o'z kulidan qayta tiklana oladigan afsonaviy qush nima deb ataladi? Ha, kakkular, chittaklar, bulbullar unda qila olmasa kerak. Ular kabob bo'lib ketadi. Ular kabob bo'lib ketadi. Demak, Qaqnus qabul qildik C variantni. Qarang, javobingiz to'g'ri. C.
Yaxshi. Demak, keyingi bosqichga keldingiz va to'g'ri javob yo'llasangiz sizda kuymaydigan summa mavjud bo'ladi. Bu 2 million. 2 million. Savol quyidagicha. Bu loyihalardan qaysi biri zo'r seviyada efirga uzatilmagan? Bizda variantlar bor. A. Bu mening onam. B. Mening dadam enaga. C. Mehmon qaynona. D. Bu mening qaynonam. Endi men dadam enaga ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita bu mening qaynonam bilan mana shu aniqladim. Mening mehmon qaynona. Bu mening onam. Bu mening onam bor edi, ko'rardik. O'sha paytda ishlab yurgan paytimizda ham ko'rardik. Mehmon qaynonani bo'lgan bo'lishi ham mumkin qaynonalar haqida. Bu mening qaynonam, mening dadam enaga. Dadam enaga. Bu mening qaynonammi? Bu mening onam bo'lgan bo'lsa endi haqiqatan qaynonamni chiqarmasa kerak. Xo'p, D variantimiz qabul qildik. Bu mening qaynonam demak loyihasi zo'r seviyada efirga uzatilmagan. Afsuski, Yo'q. afsuski, agar siz mening dadam enaga deganingizda o'yinni to'xtatgan bo'lardingiz. Albatta bu D, bu mening qaynonam. Hurmatli Zo'r TV muxlislari, Boburni tabriklasak bo'ladi va oson savollar tugadi va 2 million kuymaydigan summani qo'lga kiritdilar. Endi bu yog'ini kuzatamiz. Endi o'rtacha qiyin savollar boshlanadi. 6-savoldan boshlaymiz va to'g'ri javobga biz 3 million beramiz. Diqqat, savol. O'zbekistondagi eng baland cho'qqi hisoblanuvchi Hazrati Sulton cho'qqisi qaysi tog' tizimlasida joylashgan? A. Hisor. B. Tian Shan. C. Elbrus. D. Xon Tangri. Yanshan, Elbrus, endi bular menimcha Zal, jim, iltimos. Xon Tangri, Sor. Yanshan bilan Elbrusda bo'lmasa kerak menimcha. Xon Tangri bilan Hisor sal o'ylantirib, Hisormi deb o'ylayapman. Hisor Hazrati Sulton Hisor tog'larida. Yaxshi fikrlayapsiz. Menimcha shu Hisor bo'lsa kerak, chunki Tianshan, Elbrus, Xon Tangrini ham men birinchi marta eshitib turishim. Lekin Hazrati Sultonni eshitganman. Hop, sizningcha? Hisor. Hisor. Qabul qildingiz, qilaman, qabul. Qiling. Xo'p, qabul qildik. Imkoniyatlarni olib qolyapman hozir. Sal ham bo'ldi, qiling. Qabul qilindi. O'zbekistondagi eng baland cho'qqi hisoblanuvchi Hazrati Sulton cho'qqisi qaysi tog' tizmasida joylashgan? Siz savolni jiddiy o'qimadingiz menimcha. Oting. Bo'lgan. Siz bilan endi to'xtalmayman chunki biz qurilmaga buyurtma komanda berdik. Buyruq ketdi. Siz bilan 15-pog'onagacha bormoqchi edim. Afsus, davom etar ekanmiz. A. Hisor. The open Did I tell you that Auntie Di left me some money? Honey! No, money! Oh, good! I always liked her! Did you get that, Matthew? If you're telling other people about a change in your circumstances, tell us too to avoid a penalty. The F1 is about to start! Yettinchi savol.
va jiddiy to'g'ri javob bersangiz 5 million beramiz. Berasizmi? Beraman. Etik. Sizda imkoniyatlar bor, esdan chiqib qolmasin. Yo'q. Qiynalsangiz. Times New Roman bu nima? A. Gazeta turi. B. Shrift turi. C. Futbol klubi. D. Mashhur qo'shiq nomi. Futbol klubi yo'q. Futbolga qiziqaman. Mashhur qo'shiqchi ham bunaqa ism bo'lmasa kerak. Shrift turi bilan gazeta turi. Gazeta bo'lishi mumkin. Times gazetasining jurnali bor. Gazeta bo'lishi mumkin. Times jurnaliga chiqibdi yoki bor roman degani sal chalg'ityapti-da. New roman. Umuman olganda texnologiyalarga qanaqa qaraysiz? Texnologiyalarni yaxshi tushunasizmi? Tushunaman. Shrift turi ham bor. Ana shrift turi degani bu ana harflarni turida, to'g'rimi? Shriftlar, harflar shrift. bo'ladi. Ha, bo'ldi. Men o'zim studentligimda yozardim, shriftni to'g'rilardim-da. O'sha Times deganini chiqardi. Keyin shrift o'zgaradi. O'sha shrift turi. Shrift turi. Xo'p, qabul qilaymi? Qiling. Times New Roman bu nima? Sizningcha bu B. Shrift turi. Da. Qoyilman, lekin qayerdan bunaqa fikrlayapsiz? Onangiz sizni aqlli tuqqan ekan. B. Ja. To'g'ri javob. Ha, Boburjon. Yaxshi, Xudo qarasa to'ppa-to'sa bola ekansiz. Davom etamiz. Demak, 8-pog'ona va 7,5 million sizga taqdim etamiz agar to'g'ri javob bersangiz. Demak, savolga diqqat qaratasiz. Katta it, kichkina it, chayon, gidra kabi yulduz turkumlari qaysi davlat bayrog'ida ko'rish mumkin? A. Braziliya. Braziliyanikimda. Yangi Zelandiya. C. Avstraliya. D. Fiji. Yangi Zelandiyada yulduzlar ko'p. Fijinikini ko'rmagan ekanman. O'zi Fiji orol-ku. Lekin katta it qanaqa u yulduz ko'rganmiz? Shakli masalan, shakli kelmayapti-da menga. Katta it qanaqa shakli bu? Chayon Fijiga tushishi mumkin, chunki chayonlar ko'p bo'lishi mumkin. Orol-ku endi. Chayon bor, masalan, gidra. Men sizga faqat bitta yordam aytishim mumkin. Bayrog'i yashil. Va shu yashil ichida aynan biz yuqorida aytgan, o'qigan yulduzlar joylashgan. Boshqa yordam bera olmayman. Braziliyaniki sariq ichida yashili. Yo'q, yashili qayerda edi? Deydi. Sariq. Yashilmidi? Kiyimi ham bor. Sariq edi. Braziliyaniki ham bo'lishi mumkin. O'zim ham qiziqyapman. Hozir sizdan keyin men ham bilib olaman. Avstraliyaniki lekin sariq bormidi? Yashil. Avstraliyada yashil sariqroq edi. Hop, yana nima yordam bersam ekan sizga? 50-50 beramizmi yoki do'stingizga qo'ng'iroq qilasizmi yoki havolamashtirasizmi? Yangi Zelandiya shunday yashil emas, Fijinikini men ko'rmagan ekanman-da hech bayrog'ini. Braziliyaniki, Avstraliyaniki kelyapti qayoq? Yana bittasiga yordam beray, bo'lsa mendan ketsin. Demak, yashil dedim. Va u yerda adashmasam 27 ta yulduz bor. Braziliyanikida yulduz bor, yo'q. Yashil, sariq. Tomoshabinlar. Tomoshabinlar ko'z yonib turibdi. Ular topishdi. Braziliyada. Hop, Braziliya deyapsiz, a? Qabul qilaymi? Yangi Zelandiyada ham bor. Lekin yashil emasda Braziliya. Yashil. Qabul qildik.
Orden e Progresso. Nima degan? Bu Braziliya bayrog'i. Didi, you sending money for my Sherwani. Remitly helps you be there even when you can't. When you find an opportunity, don't miss it. Davom etamiz va sizda 9-savol va to'g'ri javobga 10 million beramiz. Bizni kultirib turing, biz sizni kayfiyat ko'tarish uchun chaqirgandik. Demak, diqqat qilasiz. İlk bor 1940-yilda yaratilgan qaysi ikki qahramonning dastlabki ismlari Jasper va Jinx bo'lgan? A. Chip va Dale. B. Sohibjamol va Maxluq. C. Lolo va Pepe. D. Tom va Jerry. Jinx, Jasper va Chips. Jasper va Jinx. Bolalikdagi ismlar. Juda ikkita variantni olib tashlayman. Sohibjamol va Maxluqni olib tashlayman. Lolo Pepini olib tashlayman. Bu Lolo Pepe umuman aloqasi yo'q. Chunki u bitta seriya. Tom Jerry bilan Chip and Dale. Chunki bu nomlarni biz dublyajda ayol kishidan eshitganmiz. Jasper deb. Jasper deb. Chip and Dale. Tom Jerry bo'lishi mumkin. Tom Jerry. Chip and Dale. Chip and Dale'ni kamroq ko'rganman-da, u ikkita o'rdakchalar bo'larmidi? Burunduqcha. Burunduqchalar bo'lar. Ya, ular emas. Chip and Dale emas. Tom Jerry. Mani fikrim. Qabul qilaymi? Ha, Tom Jerry. Jasper. Tom va Jerry. Xo'p, D variantni qabul qildik. Sizningcha Jasper deb chaqiradigan ayol kishi hech ham yuzini ko'rish nasib qilmagan menga ham. Qo'lda faqat supurgi bo'lardi yoki bo'lmasam haligi pol artadigan shvobarani ushlab yurardi. Albatta bu Tom va Jerry. Tuf. Ko'z tegmas. Yaxshi ketyapmiz. Xo'p, Bobur, siz 10-pog'onaga keldingiz va sizda kuymas summa paydo bo'ladi qachonki siz 10-savolga to'g'ri javob bersangiz. 10-savol, diqqat qilasiz. Savol quyidagicha bo'ladi. Sharofiddin Ali Yazdiy tomonidan yozilgan Zafarnoma asari kimning hukmdorlik faoliyatiga bag'ishlangan? Variantlar bor, diqqat qilasiz. A. Bobur. B. Husayn Bayqaro. C. Amir Temur. D. Mirzo Ulug'bek. Zafarnoma. Adabiyot. Zafarnoma. Bu sizga qanaqa ma'no beradi? Husayn Bayqaro emas, Mirzo Ulug'bek emas. Mirzo Ulug'bekniki yulduzli adashmasam yulduz taxta edi. Amir Temur ham bo'lishi mumkin. Endi lekin Amir Temur varianti endi faqat g'alab. Bobur ham endi to'g'ri. Amir Temur. Fikringiz yoqyapti menga, chunki albatta Bobur Mirzoda ham Zafar, Amir Temurda ham, Husayn Bayqaro bu yerda aksariyat nima deydi, mag'lub bo'lmagan hukmdorlar. Amir Temur. Amir Temur. Bobur, sizda imkoniyatlar bor. Agar sizda qaysidir javob ikkilantirayotgan bo'lsa, marhamat 50 olishingiz mumkin yoki do'stingiz Mana shundan olmasdan turay. Nabi? Amir Temur bilmayman, Zafarnoma.
Amir Temur deb o'ylayapman. S variant Amir Temurni tanlamoqchisiz. Buni qat'iy aytishingiz kerak, chunki siz kuymaydigan summadasiz va sizning javobingiz biz uchun muhim. Yo, ishlatgim kelyapti, lekin hozir ko'nglim aytayapti. Siz hozir noto'g'ri javob bersangiz 2 million bilan o'yinni tark etasiz. 2 millionga ketaman. Shuncha to'playapmiz. Yo'q. Chunki siz 10-pog'onadasiz hozir. 11 ga o'tsangiz 20 million bilan tark etasiz. Amir Temur o'lsin. Hayajonlanib ketdi. Qad ketyapsiz? Sharofiddin Ali Yazdiy tomonidan yozilgan Zafarnoma asari kimning hukmdorlik faoliyatiga bag'ishlangan degan savolga siz quyidagicha S variant tanlayapsiz. Amir Temur. Spektakl Qabul qildik. spektakl qo'yilgan-a o'zi bizda. Albatta. Men sizga albatta Zafarnoma so'ziga e'tibor bering deb yordam berdim. Albatta bu Amir Temurning g'alabalariga bag'ishlangan zafarnoma edi. Axbar. Need anything from Tesco? Snacks. Bruh. love. The biggest free from range of any supermarket owned brand? We know you need more than just groceries from us. We do all this because every little helps. Centrum Women, personalised for her needs with calcium, iron and biotin. Centrum, tailored to you. Demak, studiyaning ranglari ham o'zgardi. Bobur e'tibor bering. Siz kuymaydigan summaga ega bo'ldingiz va 20 million. Endi aniq terlisiz, chunki 11-savoldan o'ta qiyin savollarga o'tamiz. To'g'ri javob yo'lasangiz 30 million. Demak, 11-savol qiyin savollarning birinchisi, diqqat qilasiz. Ispaniyaning Bunyol shahrida har yili qaysi mashhur tadbir bo'lib o'tadi? Demak, tadbir A. Buqalar jangi. B. Pomidor festivali. S. Kiyim karnavali. D. Otlar festivali. Endi men buqalar jangi kelyapti. Faqat ular buqalar bilan o'ynaydi. Kiyimlar ham sal ikkilantiryapti. Kiyimlar karnavali Braziliyada ko'proq bo'larmidi? Ularda ham karnavallar bo'lardi Braziliyada. Kiyimlar har xil. Lekin Bu yerda Ispaniyada ham bor. Ha, yo'q, endi ko'proq o'sha yerda bo'lardi demoqchiman. Buqalar jangi bo'lishi mumkin. Bobur, menga qaramang, sizda imkoniyat bor, tayyor imkoniyat bor. Buqalar jangi. Chunki endi anoni almashtiraylik, 50-50 qilaylik. 50-50 olmoqchisiz. Bizda shunda qaysi variantlar bor? Ikkilantirayotgani menda shu kiyimlar karnavali bilan buqalar jangi to'g'ri hamma joyda bo'lishi mumkin. Pomidor festivali bo'lishi mumkin. Endi pomidorni ko'proq men Italiyada eshitganman. Ha, men ham shu. Lekin mana Italiyalar hamma narsaga pomidor qo'shadi. Bo'ling. Olib tashlaymiz ikkitasi. Xo'p, demak biz 50-50 ni tushiramiz ishga va ikkita noto'g'ri javob bu yerdan ketadi. Marhamat. U. Buqalar jangi. O'ylasa endi. Buqalar jangi, pomidor festivali. Italiya, Ispaniya, Portugaliya. Pomidor festivali qilaylik. Buqalar jangi to'g'ri, hamma joyda bo'lishi mumkin. Pomidor festivali, lekin haqiqatan. Qabul qilaymi? Qiling. Xo'p, B variant pomidor festivali. B variantni qabul qildik. Endi Bobur bilsangiz bilarsiz, yordam berish shunchalik bo'lar endi. To'g'ri. B
Pomidor festivali. Siz menga qanday yordam berdingiz? Siz menga aytdingiz, Qarang-a. pomidor festivali Italiyada pomidor bo'ladi. Qarang-a, axir aytdim-ku, hamma O'zimni yerda. imkonini- Bu qadar jangi hamma yerda bo'ladi dedim-ku sizga. Aytmadimmi? Gap yo'q. Lekin pomidorni chalg'itdingiz. Ikkilantirdingiz. Chunki ishim shunaqa. Ishingiz shunaqada. Baraka toping. Xo'p, keyingi savol va 12-chi savolning javob qiymati 40 million. Ikkilansangiz shu yerda qoling. Chunki tark etsangiz 30 million bilan ketasiz. O'zing ketdik. Tark etsam 30 bilan ketamanmi? Hozir o'qimayman savolni. Yo'q, qarang, hozir qarang. Agar savolni o'qisam 20 million bilan ketasiz, chunki javob bera olmasangiz. Agar yo'q savolni o'qimang, shu yerda to'xtataman desangiz, to'xtaysiz. Yo'q, ketamiz. Bo'lsin. Bo'lsin. Ketdik. Xo'p, demak, keyingi savol 12-chi savol. Diqqat qilasiz. Lekin jiddiy o'ynayapsiz, yaxshi. Adabiyotda agar asar boshida devorga miltiq osilgan bo'lsa, u oxirida albatta otilishi shart degan tamoyilni kiritgan yozuvchi kim? Bobur. Bu bizni kasbimizda aytilgan institutlarda. A. Gogol. B. Chekhov. Tolstoy C variant. D. Lermontov. Rejissyor aytardi. Ey, Ristilla devorga osilgan miltiq albatta spektakl davomida otilishi kerak derdi. To'g'risini aytsam, men boshqa odam deb o'ylardim. O'ylagan ekanman. Ha, sizni fikringizni Stanislavskiy. O'sha odam Stanislavskiyni aytishgan. Yo'q, Stanislavskiy aynan shuni gaplarni qaytargan. Tolstoy emas. Hop. Lermontov ham emas. Chekhov. Endi bizga yaqinroq, chunki uni ko'p pyesalari, boshqa narsalari, asarlari men o'zim ham sahnalashtirib Banya tog'a, o'ynaganmiz. Chekhov asarlarini o'ynaganmisiz? O'ynaganman. Ustozimiz Minovar Abdullayevada tahsil olgansiz. Minovar Abdullayeva doim imtihon darslarida, davlat imtihonida Chekhov asarlarini taqdim etardilar. Shaxsan men ham iltimosdan o'ynaganman, ayiqni o'ynaganman. Iltimos, zo'r asar. Ayiqni. Endi Chekhovda menimcha Agar qiyin bo'lsa, almashtiring savolni yoki do'stingizga qo'ng'iroq Yo'q, qiling. endi bu sal yaqinroqda. Hozir almashtirsam bundan qiyini chiqadi. Minovar opaga qo'ng'iroq qilamizmi? Ustozga Sizda imkoniyat bor? o'ylang shuni ham bilmasdan desangiz. O'ylaydinglar. Chex. Qabul qilaymi? Qiling. B variantni qabul qildik. Bobur, bejizga men sizni chalg'itib, Lermontov ham qo'shmagan edim. Lermontov ham juda ham o'sha davrning mashhur poet, shoiri bo'lgan. Shu yerda yaxshilab tomoshabinlarni birinchi martadan tabriklashingiz mumkin Bahor ayom bilan, chunki bunda imkoniyat boshqa bo'lmaydi sizda. Marhamat, Foydalanish. tabriklaringiz bo'lsa. Telefon qilishim mumkin. Tomoshabinlarga siz telefon qila olmaysiz, chunki biz qabul qildik javobingizni. Hozir noto'g'rimi, to'g'rimi keyin bilasiz, ungacha saylashib oling. Hali bunaqa imkoniyat beradimi, yo'qmi sizda? Imkoniyat bo'ladi. Avvalambor Zo'r TV jamoasini tabriklayman. Mana shu bayram bilan tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Zo'r TV doim xalqimizni mana shuni mehrini qozonib yuringlar, zo'r ko'rsatuvlar qilinglar. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Mana shu bahor hammaga muborak bo'lsin. Bahor oyida o'zim tug'ilganman 29-martda. Aytib qo'yay, biroq 20 kun bor ekan tug'ilgan kuningizga. Hammani tabriklayman. Bobur, buni boshqa taxla gapirasiz, chunki hozir repetitsiya bo'ldi, ozgina o'xshamadi. Yurakdan aytganingiz yo'q. Bu to'g'ri javob edi. Chekhov. To'g'rimi, Malika? Harassing her with constant messages is abuse. Enough. Get ready. F1 is about to start. It's lights out. Okay. Alright, Bubba, please Men don't o'zim pull a hayratdaman. Mormon from Hozir earlier. You have 2 Bobur lifelines, bilan so 13-chi please pog'onaga don't. keldik. 13-chi Please savolga. use them Ikkita properly. imkoniyat bor. Please. Ikkita imkoniyat bor. 50 million to'g'ri javobga.
Xo'p, davom etamiz. Keyingi savol. Mo'g'ulistonning poytaxti Ulan-Bator nomidagi Ulan so'zining ma'nosi nima? A. Qora. B. Yashil. C. Sariq. D. Qizil. Mo'g'uliston. Bayroq qizil. Lekin, ha, Mo'g'uliston adashmasam, bayroq qizil bo'lardi. Mo'g'uliston. Tabiat sovuqroq. Ha? Sariq, yashil. Qora. Qora. Yashil, qora. Bator nomida yashil. Ulan yashil, sariq. Bu hozir men anonimga tayinlayapman. Nima deydi? Ichki hissiyotimga. Intuit. Bobur, men sizga yordam beray. Siz yaxshi pog'onadasiz. Sizda imkoniyat bor. Ya telefon qilganimdan hozir buni biladigan odam bormi ekan? Xo'p. Qiyinlik qilyaptimi? Almashtiring. Qiyinlik qilsa savolni almashtiring. Keyin men duo qilarsiz. Bilsangiz javobini ayting. Qizil ham bo'lishi mumkin. Qizil rangi bayrog'i Mo'g'ulistonniki qizil edi, lekin atrofida qora bir qanaqadir anuvlar ham bor edi-da, Mo'g'ulistonning bayrog'ida qizil, qora chiziqlari ham bor edi. Almashtiraymi ekan, ha? Topsamchi hozir. Qizil deylik. Labbek. Qizil deyman. Qizilda rangi, bayrog'ining ham rangi qizilda, men ko'rganman. Adashmasam. Sariq. Javobingiz Sariq. Sariq ham bo'lishi mumkin. Sariqlik ko'pda naryoqda. Yashil. nega yashil emas? Yashil ham bor. Yashil ham bor, chunki yashillik, tog'lik joylari juda ko'p Mo'g'ulistonda. Yashil ham bo'lishi mumkin. Ba'zan Bobur yordam beraman deb siz chalg'itib qo'yishim mumkin, shuning uchun jim o'tiribman. Chunki hamma gapimga ham ishonavermang. Sariq. Sariq deylik. Tomoshabinlar hayratda, sizni bunaqa jiddiy ko'rishda. Sariq terlayapti. Bobur terlayapti. Sariq. Ya almashtiray. Almashtiramiz. Qo'y qiynaldim. Demak, Jesus savolni almashtiramiz. Christ. Bobur shu qarorda. Demak, o'zingiz aytib qo'yasiz, chunki savol almashguncha biz baribir to'g'ri javobni bilishimiz kerak. Qaysini tanlagan bo'lardingiz? Sariq. Well, you got it. Siz qizil deb o'sha fikrda qolmadingizda. D qizil edi. Nice. Qizil edi, men bilardim. Biz yana To'g'ri, qizil keldi-da, bayrog'i ham qizil edi. Bobber Chalg'itib keeps dedi, himself in the Bizda game. yana 13-savol qayta o'qiladi. Hali imkoniyat bor-ku, to'g'rimi? Sizda bitta imkoniyat qoldi. Endi o'yin davom etishga majbursiz, chunki siz agar tark etamasangiz 20 million bilan tark etasiz. Ha. O'ynayman, yo'q. 13-savol, demak 50 million to'g'ri javobga va savol quyidagicha. 2018-yilda tennis bo'yicha Toshkent Challenger'ida qaysi tennischi g'olib bo'lgan? A. Carlos Alcaraz. B. OJ Aliasim Felix. Ooh. C. Alexander Zverev. D. Yannick Sinner. Rotas tennischi emas bularni. Va men taniydigan tennischi emasdi. Felix juda ham nomdor, Sinner juda ham nomdor. Zverev endi bu juda ham. Men hozir o'zim qanaqadir o'zim xohlagan familiya chiqadimi deb o'yladim-da.
O'zim eshitgan, chunki bizda Siz Istomindan kutgansizda? ya Istomin bunday emas. Masalan, Safinlar kelardi oldimizga-da. Demak, bu Toshkent birga o'tgan Challenger, bu yerda xalqaro. Bilaman. Marat Safin ko'pincha yutib ketardi. Agarodovlar kelardi, u yo eskimi. Lekin o'shalar kelardi-da. Endi men ularni birontasini tanimayapman. Aleksandr Zverev, Yannick Sinner, Oje Aliasim Felix. Qo'ng'iroq qilishi, Bu qo'ng'iroq qilganman, kimga qilaman tushunadigan yo'qsa. Bu bo'yicha telefon qiladigan odam. va nihoyat hozir taqdiringiz hal bo'ladi. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Oje Aliasim Felix, Yannick Sinner. Sport sharhlovchilaridan tanishingiz yo'qmi? Bor, endi ular hozir ko'tarib nima deydi? Send it like a pro with Remitly. The reliable, secure, and fast way to transfer money. Becoming qualified in cyber defense. That's what was in it for me. Still smashing her footy. Yannick Sinner. Xo'p, Xayrullo Hamidovga bog'layman. Bitta imkoniyatingiz kuymasin. Bog'lang. Qarang, biz bog'laymiz. Men o'zim tanishtiraman. Kim yonimda o'tirganini aytaman. Va savolni o'zingiz o'qiysiz. Variantni ham o'zingiz o'qiysiz. Va 30 soniyada. Bo'ldi. Demak, siz imkoniyatni olasizmi? Olaman. Olasiz. Biz belgiladik. Demak, qo'ng'iroq amalga oshyapti. Yaxshi o'qib turing, chunki tezroq o'qishlik 30 soniya kerak. Tennis bo'yicha Toshkent Challenger'da qaysi tennischi g'olib bo'lgan? A. Carlos Alcaraz, B. Oje Alias Felix, Alexander Zverev, Yannick Sinner. Antena bor joyda bo'lsin-da ish qildi. Oje Aliasim Felix. Oxirini aytsam bo'ladi shuni. Felix desam bo'ladi. Boring yoki keyinroq qo'ng'iroq qilib ko'ring. Apparat вызываемого абонента выключен. Voice note. Xo'p, bizda yana bir imkoniyat bor. Davron Fayziyevga ham qo'ng'iroq qilishimiz I think that's the mumkin. first time that's happened in the Uzbek version. Sohibaxonga o'ylaymizmi? Ular nima? Bilmaydi tennis. Nima deyapsiz mana? Biz ham bilmaydi deb o'tirgandik. Ya ular tennisga qiziq. Balosiz Boshqa savol. Balo. O'tirmadi. If he doesn't pick up, this would be so Qo'ng'iroq funny. amalga oshyapti. Biz ham kutyapmiz. Come on, pick up. Alo. Assalomu alaykum. Hey! Men Davron Rustalla Abdullayevman. Zo'r TVdan sizni bezovta qilyapman. Ayni vaqtda Kim millioner bo'lmoqchi shousidamiz va yonimda Bobur Mansur o'tiribdilar. Sizga yordam berishingiz kerak. Agar tayyor bo'lsangiz, savolni o'qiydilar, mumkinmi? Marhamat. Davron aka, assalomu alaykum. 2018-yilda tennis bo'yicha Toshkent Challenger'ida qaysi tennischi g'olib bo'lgan? A. Carlos Alcaraz, B. Felix, C. Alexander Zverev, D. Yannick Sinner. Ha? Felixmi? Unda mani aybim yo'q, o'zi antenasi yo'q buni. Men aytdim shuncha. Unda meni aybim yo'q-da, haqiqatan. Davron aka, lekin biz bitta amalga oshira olamiz faqat. Felixmi? Bo'ldi shu Felix, bo'lsa qo'yas. Felix. B. Bobur. Yannick Sinner ham yaqinda. Yannick Sinner ham tanish. Alexander Zverevlarga nima bularga qaramayapmiz? Carlos Alexander Zverev menimcha boksyor yoki bir ism kelyapti-da. Carlos Alcaraz. Felix. Sinner, Yannick Sinner. Felix yoki Sinner.
Bobur terlayapman. Biz o'rningizga men hayajonlanyapman. Felix. B variantini qabul qildik. Nima bo'ldi? Keldik-ku. Men 40 milliongacha keldim-ku. Nimadan qo'rqasan, Bobur? Nimadan qo'rqasan? Kelding-ku. Kelding-ku. Siz hozir rekord qo'yasiz. To'g'ri javob. B. Nice, Bobber. Come on. Davron aka katta rahmat. Felix degan so'zni eshitdim. Sal ikkilandingiz. Eshitishga qilolmadim, lekin Felix eshitdim. Gap yo'q aka, rahmat. Joyingiz sog' bo'lsin. Muncha mana desmanmi? To'g'risini aytsam, dasturda hech kim motorga chiqmagan edi. Serios? O'zim hayronman. Yo'q, Bobur rostdan. To'g'ri. Quloqlaringizni ko'rsangiz, bunday narsa yo'qmi? Yo'q. Mikrofonlar yo'qmi orqada? Please. Yo'q. Hazil albatta. 14-chi Yo'q, savol. qarangda, men boyagi qizilni ham topuvdim, ha. Agar shu o'z bitta imkoniyatim qolardi-da. Mayli, shunisiga ham shukur. Xo'p, keyingi savol 14-chi va pul miqdori 60 million. Bu so'zni hali ishlatmagan edim. Yo'q. Good luck. Yo'q, o'ylay shu. Oh my god. Centrum Whip, personalised for her needs with essential nutrients, including calcium and iron to support energy. Diqqat qilasiz. Savol quyidagicha. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbini chizgan rassom kim? A. Ilhom Jabborov. B. Bahodir Jalolov. C. Anvar Mamajonov. D. Ma'suma Ahmedova. Bahodir Jalolovga siz chalg'imang. Bu yerda mashhur rassom bu ham. Faqat ism va sharafi bir xil. Yo'q, albatta. Bahodir Jalolov. Bobur Mansurov ham faqat bitta emassiz. Yo'q, to'g'ri. Ilhom Jabborov, Anvar Mamajonov, Bahodir Jalolov, Ma'suma Ahmedova. Bahodir Jalolov endi to'ch tushmasligi mumkin. Bunaqa odam keyin baksyoram bo'lib ketishi mumkin emas-ku. Sizda hech qanday imkoniyat yo'q. Nima bo'lganda ham bugun o'sha shu joyga keldik-ku. Endi bu yog'iga tavakkal endi Xudodan. Bahodir Jalolov ham to'g'ri kelyapti. Qaniydi bittaga imkoniyat bo'lganda edi. Bitta imkoniyat bo'lganda so'ra. Ma'suma Ahmedova menimcha emas. Ilhom Jabborov ham tanish ism, juda tanish ism. Anvar Mamajonov. Endi o'sha payt Bahodir Jalolov nimaga aynan Bahodir Jalolov qo'shilganda? Men rostdan hozir Bahodir Jalolov bokschi emas, aytdim sizga, faqat bu familiyadoshlar, ismdoshlar. Ya nimaga aynan mana shunaqa tiqilgan deyapman. Tushunyapsizmi? Ismdoshlar. Bilmadim menda. Shuning uchun men bermayman-da, mendan nima aytdim? Shuning uchun men hozir o'ylayapman, qarang. Agar bunaqa ism bo'lmasa, qo'shilarmidi shaqqa? Bahodir Jalolov. Bugun yaxshi fikrlayapsiz. Men umuman siz bilan boshqacha o'yin taqdim etaman deb o'ylagan edim. To'g'risini aytsam, 14-savolni qachon o'qiganim, menimcha o'qimadim. Va 60 million degan so'zni ham ishlatmagandim. Bahodir Jalolov. Chunki o'zidan o'zi bu yoqqa qo'shilish kerak emas-da. Hozir Ilhom Jabborov, Anvar Mamajonov. Ilhom Jabborov ham nima deydi? Ilhom Jabborov ham juda katta bir sulola vakillari. Bu yerda ham yozuvchisi ham bor. Anvar Mamajonov. Bugun fikrlashingiz yoqyapti.
Bahodir Jalolov o'qib olsa. Anvar Mamatjonov, Ma'suma Ahmedova. Ya'ni ayol kishi bo'lmasligi mumkin. Lekin nimaga aynan bitta ayol kishi qo'shilgan, unisi ham bor. Qaysi birini qabul qilay? Chekdingizmi yoki variantni qabul qilaymi? Haligi degan qo'shlarimiz ham bor-ku. Come on. Ilhom Jabborov. Voy. Bo'lmasa da. Bahodir Jalolov. Qabul qildik. Yo'q, to'xtang. Mana qabul qilyapsiz hozir. Bahodir Jalolov deb. Yo, siz qabul qiling desiz qilaman. O'yin sizniki. Anvar Mamatjonov. Shu ham Anvar Mamatjonov ham yaqin kelyapti-da. Anvar Mamatjonov bo'ldi. Oh boy. Chunki shu ism sal yaqin kelyapti. Bobur, Bahodir qil desangiz qilaman. Bahodir Jalolov. Anvar Mamatjonov. Bobur, siz jiddiy bosqichdasiz. Sizga yordam bergimiz kelyapti butun studiya, to'g'rimi? Yaxshilab o'ylab bizga nuqta qo'ying. Chunki siz oxirgi bosqichdasiz, buncha vaqt berilishi noto'g'ri. Va siz yaxshigina summada turibsiz hozir. Anvar Mamatjonovmi? Anvar Mamatjonov. Fikrlar juda ham yaxshi ketyapti, to'g'ri ketyapti. Qabul qiling shu variantni, siz bo'ldi. Ani nuqta kerak. Chunki hozir tomoshabin ko'rib turibdi. Ertaga Anvar Mamatjonov bo'ldi. Go on. Eshitmayman ham o'lsin, kirishini nima bo'lsa bo'lsin, bo'llar. Men eshitay Bobur, menga Anvar Mamatjonov C javobi. Anvar Mamatjonov C javob. Qabul qildik. Bo'ldi ya, qo'yinglar. The open Did I tell you that Auntie Di left me some money? Honey? No, money! Oh, good. I always liked her. Did you get that, Matthew? If you're telling other people about a change in your circumstances, tell us too to avoid a penalty. Interrupting this at the most crucial moment. It wasn't of that the long Bet ago Virgin's when I history. couldn't have any of this. I had pain. Bo'ldi ya, qo'yinglar. Please. Do not pull in as his back. Don't pull that guy who would switch the question. If you used it, it would have been wrong twice. Please be right. Siz necha bor Bahodir Jalolov dedingiz? Ko'p aytdim, Necha bor Bahodir Jalolov dedingiz? Bo'lmadi aytdim. Aytsa bo'lmadi aytdim. Shu yerda bekorga boshdan aytganim yo'q, bu sportchi emas. Yanglishmay dedim. Bo'pti Bahodir Jalolovda. Yo, sizni nega kim bunaqa aqlli qilib tuqqan? Nimaga? Nega sizni bunaqa kim aqlli qilib tuqqan? Onam. Ona finalda. Come on, Bobber. Show us the golden light. It's pretty. Matthew Bobber Mantarov. Nice. Ooh.
bo'lmasa. It's a miracle what Film finding the ishlamayapti. Uzbek link code will do Chunki you. men 15-savolga tayyor emasman. Yo'q. Qarang, studiyaning rangi birinchi bor sariq tusga kirdi. Bu finaldan darak. The first 100 Yo, million Bobur, song question. Hammasi Xudodan mard to'g'risi omadmi yo bilmayman. Men hozir mana shu unga tavakkal javob berdim. Men rostdan Xo'sh, tarixiy lahzalar, bu ikkinchi mavsumni birinchi o'yini 1-mart aynan Zo'r TVning 9 yillik bayramiga Bobur tuhfa qilib ketadimi bilmadim endi. Hozir ko'ramiz. Demak, tomoshabinlar, biz so'nggi bosqichdamiz. 15-savol. Come on, Bobber. Show us the question. Xo'sh. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli ishtirokchi Bobur Mansurov. Finalga mos bo'lgan koeffitsiyentdagi savol bo'ladi. 100 million. 100 million. 100 million sizga aniq Oscar tomonidan taqdim etiladi. Damn, the music stopped. Va topmasamanmi? Hozir o'ynamasamanmi? yo'q, endi o'ynashingiz shart. Ha, o'ynayman. Final e'lon qilindi. Yo'q, men o'ynayman. Rosa o'ynamasangiz ham beriladimi deyapsiz? Yo'q. Siz yutsangiz 100 million beramiz. Yutqizsangiz 20 million beramiz. Men chegarada-da. To'g'ri. Break the Tayyorsiz-a? Gap bu pulga ham qiziqtirmayapti, to'g'risi. Emotsiya. Yaxshi, tushundim. Azart. Ketdik. Savol quyidagicha. 15-savol va 2-mavsumda, 1-mavsumdan keyin 1-marta o'qiyapman. Professor Hiram Bingham tomonidan qaysi shahar xarobalari topilgan? Variantlar bor. A. Petra. B. Axsikent. C. Pompey. D. Machu Picchu. Petra. Bu shahar Petra. Bor shunaqa. Axsikent deyishmagan ekanman. Yo, Axsikent biz o'zimizda ham bor. Biz o'zimizda ham bor. Bingham. Pompey. Petra. Siz talaffuz qilsangiz to'g'ri javob chiqib qolishi ham mumkin. Yaxshi talaffuz qilyapsiz. Tomoshabinlar ham uyg'onishdi. 15-pog'ona 100 million qarshimda final ishtirokchisi Bobur Mansurov. Qarsakiylar. Introducing the future of cleaning. If it's round, we can clean it. If it's yellow, we can clean it. Petra, Pompey. Chunki xarobada bu. Katta va biz ko'p o'ynolmaymiz, chunki ko'rsatuvning vaqti bor. Pompey. Qalbimga shu qadar kelyapti-da. Mashhur asar ham borda, Pompeyning so'nggi kuni degan. He's not actually going to go for it, is he? Xarobadan chiqqan millioner filmi bor-ku, o'sha eslatyapti-da. O'sha kino. Rosa ko'rardim. He's Lekin going siz for it. vayningiz bor-ku, o'sha xarobadan chiqqan millioner bo'lib ketasiz. My God, he's going for it. Pompey, Petra. Petra lekin mashhurroq bularning orasidan. Petra. Pompey bo'ldi. Vaqtim yo'q. Qabul qildik. He's going for it.
Oh god. Böyle ben yutqizadigan narsam My yo'q. God. Ilargacha keldim. To'g'risi shuncha emotsiya oldik, lekin bunaqasi bo'lmagan men uchun. Machu Picchu Bobur, nima siz yutqizdim deb o'ylayapsizmi? Come on. Come on. boshqacha muzika chalindi Come dachada. on. Va biz sizni tabriklaymiz 20 million bilan. Bu umuman hayolimga kelmagandi.